Atigi 150 ming so'mga hammasini sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, nimalar kiradi? Videoni oxirigacha ko'ramiz, qani ketdik. Xo'p, hurmatli haydovchilar, oq ukalarimiz uchun zo'r bunaqa ixcham pilsosimiz yetib keldi. Shu to'plam ichida zaryadlab qayta ishlataverasizlar. Kuchini ko'rdinglar. Suyuqlikmi, quruqlikmi, sidenaga tushgan nima narsa bo'lsa, hammasini tortib ishirib oladi. Endi qo'l sig'maydigan joylari keladigan bo'lsak, mana bunaqa komplektida tishlari va mana shunaqa shlanglari bor va asosiysi zaryadlovchi kabeli. Endi aziz do'stlar, mashinaga nima kerak? Mehr kerak, xushbo'y hid kerak. Aksessuar vertolyotimiz ham shu to'plami ichida mana bunaqa suyuqliklari bor. Okean hidini ko'pchilik biladi. Shuni otamiz qo'ysalar bo'ldi. Hidi chiqib turadi, mazaq ketasizlar. Endi trimmer ham juda ham soch soqol olish uchun qulaylik yaratib berdi. Ko'rishingiz mumkin. Zaryadlab qayta ishlatasizlar. Bemalol soch soqol olaverasizlar do'stlar. Komplektida mana bunaqa tishlari bor. Soch olishni bilsanglar bo'ldi, suyuqligi kabeli bilan. Hammasi 150 ming. Videoni mana shunaqa narsalar qidirib yurgan do'stlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar.